Uzr. Nechinchi etaj? 4-etaj. 4? Ha. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Jin ursin. Lift buzilib qoldi. Xotin yaxshimisan? Qara, lift buzilib qoldi. Menda liftyor nomeri yo'q edi. Shuni telefon qilib o'rging. Yo'q, ketmadim hali. Xo'p, tezroq bo'l. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Haligi uyga kelayotgan bo'lsangiz qaytib ketavering. Kelmang. Erim qaytib kelayotgan ekan. Liftda qamalib qolibdi. Telefonimdan antena chiqmayapti. Shunda ayolimga qo'ysam maylimi? Mayli. Mana. Алло, Jon. Привет, kelibsizmi? Алло. Jon, ты слышишь меня? Kim zino qilsa, uni kiminidir zino qilinadi deganlar. Kiminidir oilasiligi ko'zni ochib qo'yilgan. Endi buni tavbasi juda qattiq bo'lishi kerak. Bu qilgan ishiga umrbod yig'lash kerak va bu ishni umuman yaqiniga bormaslik kerak.